Leksiyemizni davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugün Çiğizdağa 2022 yıl 4. ayının 1. günü vatandaş. Demek magep isimizde olsun, isimizde olsun. Bu kıtım bir yerde içildiğin devletler yaki diplomatlar jığını anhoy tün gidiyor kizildiğin jığın. Ahır nemi depti Lavrov bilen Wang Yi. Rusya ministeri, Cungo ministerinin bu yığının sırtıda söhbetleşidiğin işi bağımı yok. Mesele müşkiyedi vatandaş. Endeki mavzudun birinci islaş 2022 yıl 4. ayına 1. günü vatandaşı. Endeki mavzu Amerika urushni maqsadli kayniga sürüşü mümkün mü? Xi Jinping intayin zor tahdidga duch keldi. Mavzuli xabar 3. ayının 31. günü erkinlik vaqt gizdi. Bu gizet Tayvan'ın gizdi. İlan kılındı. Haber mında başlandı. Rusya Ukrayna'ya tecavüz kılıp girdi. Bir aydın açtı. Urushning ahvoli Rusya'nın oylamagan yerinden çıktı. Uning ustiga G'arb davlatlarining mislsiz ittifoqlashib Rossiyaga qarshi turishi va embargo qilishi xalqaro mutaxassislar Prezident Vladimir Putinning taxtdan tushishi va chet ellarga chiqib ketish mumkinligini yuqorqi sabablar tufayli muhokama qilishga boshladi. Tashqari dunyoda matbuotlar mutaxassislarning so'zlaridan naql keltirib, tahlil qilib, agar Vladimir Putin mag'lub bo'ladigan bo'lsa, urushdan burun Rossiya bilan bo'lgan ittifoqdoshlik munosabatini yuqori talaffuzda so'zlagan Xi Jinping qatorliq kishilar qanday ta'sirga uchraydi? Amerika ovozi xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Bu balkim o'sha xabarda shtat elabotini naql qilib. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 3. ayının 26. günü Polshaning poytaxti Varshavada nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatgan. Vladimir Putin davomli huquq tutmasligi kerak. Bu so'z xalqaro jiddiy g'ulg'ula paydo qildi. 28. günü, 3. ayının 28. günü Prezident Joe Biden yana davomli ifade bildirib, yuqorqi so'zlari uchun kimdan afv so'ramaydiganligini bildirdi. Shundan keyin Amerika tarafdan Prezident Vladimir Putinning siyosiy hokimiyatiga qaratgan pozitsiyasi texmi diqqat qo'zg'adi. Amerika Harvard Universitetining professori Neil Ferguson yuqorqi so'zlarning ahamiyatini tahlil qilib, mundaq hisobladi. Amerika Rossiya Ukrayna urushining davomlashishini umid qilishi mumkin. Rossiyani texmi ko'p embargo qilish va uni yetim qoldirishning oqibati Vladimir Putinni taxtdan tushirish bo'lishi mumkin deb to'g'ridan to'g'ri ko'rsatdi. Amerikada nurg'unlagan mutaxassislar yana mundaq hisobladi. Rossiyaning ichki qismida har tarafda amaldorlar o'zgarayotgan ahvol yuz berdi. Vladimir Putin ham Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga o'xshash taxtdan tushib, chet elga sargardon bo'lib chiqib ketishi mumkin. Yana ba'zi sadolar mundaq hisobladi. Xi Jinping urushdan burun aniq ifoda bildirib, Prezident Vladimir Putinga dod tikkan edi.
Agar ahırda prezident Vladimir Putin taxtdan tushadigan bolsa, Xi Jinpingning 20-nji qurultayda partiyaga yana sekretar bulup saylanishi tahdidga uchraydi. Xi Jinping özünü Vladimir Putinga bağlap qo'yganligini, Jungoda barliq hareketler Vladimir Putinning taxtdan tushmasligini kapolatga ega qiladigan hareketga aylandi. Aslında Xi Jinping özünü Vladimir Putinga bağlap qo'yganlikdan, Jungoda barliq hareketler Vladimir Putinning taxtdan tushmasligini kapolatga ega qiladigan hareketga aylandi. Çünkü Vladimir Putinni saqlab qolish Xi Jinpingni saqlab qolishga barobar edi. Yani xalqaro qurilmada Jungo bilan Rossiyaning tish bilan kalpikdek munosabatini saqlab qolish deganlik edi. Demek bugün Reis Xi Jinping bilan Vladimir Putinning munosabatida Vladimir Putinni saqlab qolish amaliyotda Reis Xi Jinpingni saqlab qolish deganlik edi. Nima deb kelyapmiz? Bir haftadan bir hurmatli vatandosh, shunday deb kelyapmizki, navbatda xalqaroning diqqat nazari Rossiya Jungo munosabatiga qartildi deb so'zlab kelyapmiz. Ham sizlarga shu yo'sinda leksiya so'zlayapmiz vatandoshlar. Tamam, anlaşılan leksiyelerimizden.